suvga qattiqqina qilib xamir qorib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun xamir ko'kvara qilishimiz uchun qattiqqina qilib xamir qorib olamiz. So'ng ismaloq va piyozni ham mayda qilib yaxshilab to'g'rab chiqamiz. Ismaloqni to'g'rashdan oldin yaxshilab yuvib olib, so'ng to'g'raymiz. Ismaloqni maydalab to'g'raganimizdan so'ng piyozni ham maydalab to'g'rab olamiz. Agar yaxshi mayda to'g'rasangiz, uni tab berib, dimlab qilib olishingiz shart emas. Mayin to'g'ralsa yaxshilab tuz bilan ezib, chakkaga olib qo'yamiz va xamirni yoyishni boshlaymiz. Xamirni yoyib xamirni yaxshi yuqaroq qilib yoyishga harakat qilamiz. Xamirni yoyib bo'lgan xamirni yaxshilab yoyib olganimizdan so'ng xamirni yaxshilab yoyib olganimizdan so'ng uni kesib olamiz. Shu oddiy chuchvaraga moslab 4 cm ga 4 cm qilib kesib olamiz. Ismaloqli narsalarni ko'p yeb turgan yaxshi, chunki bachalaga ham hammaga ismaloqli, ko'katli mahsulotlarni yeb turgan. Bu sog'liq uchun vitaminlarga boy ismaloq. Va mana xamirlarimizni yoyib kesib olib, so'ng ularni chuchvara qilib ko'kib olamiz. Biz kanalni yangi ochganmiz. Shu sababdan obuna bo'lish tugmasini bosib o'tishlaringizni iltimos qilamiz. Nasib bo'lsa, kanalimiz rivoji uchun bu juda muhim, uni bilasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana chuchvalarni tugib olganimizdan so'ng qaynab turgan tuzli suvda, uncha sho'r bo'lmagan tuzli suvda solib 5-6 daqiqa yaxshilab qaynatib olamiz. Mana qaynab chiqqan chuchvaralarimizni suzib olamiz va uni qatiq xohishga ko'ra qishda yopib qo'ygan souslarimiz, pomidorli souslarimiz bilan yeyishimiz mumkin. Rahmat e'tiboringiz uchun. Obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin.